Ko'rsatmasini O'zbekistonda urush boshlanib qolsa, qaysi davlatga qochgan yaxshiroq? Amerika. Amerikaga. Rossiyaga qochish kerak, Rossiyaga. Avvalo urush bo'lmasin. Shu Singapurgami? Biz ajdodlarimizga mos voris bo'la olyapmizmi? 1221-yilda Mo'g'ullar Urganchga hujum qiladi. Mana shu vaqtlarda 76 yoshni qarshilagan Kubroviya tariqati asoschisi Najmiddin Kubro yurt ozodligi uchun jangga kirishadilar. Bu insonni hattoki Mo'g'ullar ham hurmat qilib, shaharni eson-omon tark etish taklifini beradi. Lekin Najmiddin Kubro taklifni rad etadilar. Va bir qo'llarida qilich, bir qo'llarida yurt bayrog'ini sarbaland ko'tarib jangga kirishadilar. Jangda esa bu inson vafot etadi. Mo'g'ullar har qancha urinsa ham qo'llaridagi bayroqni yulib olishni imkonini qilish olmaydi va oxir oqibat Najmiddin Kubroning barmoqlari bitta-bitta kesilib, bayroq olinishiga muyassar bo'ladi. Ajdodlarimiz yurtni mana shu qadar yaxshi ko'rib, uni himoyasiga otlanganlar. Bizdagi ayrimlar esa